Pol Walkerning o'limidan 11 yil o'tib yana bir haqiqat fosh bo'ldi. 2004-yil harbiy xizmatni yakunlab kelgan yigit suyukli yori bilan uzuklar do'koniga kirishgan. Ularga yoqib qolgan uzuk $10,000 bo'lgani sabab ularning bunga qurbi yetmay rad etishgan. Juftlik tashqariga chiqishlariga sotuvchi ortlaridan chiqib uzuklarni tekinga bergan. Sotuvchi uzuk haqi to'langanini, ammo uni to'lagan shaxs o'zini fosh qilmasligini iltimos qilgan. Oradan 11 yil o'tib uzukni sovg'a qilgan inson avtohalokatda halok bo'lgan. Ushbu xabardan so'ng sotuvchi o'sha juftlikni topib, qachonlardir ular istagan uzuklarni narxini to'lagan inson bu Pol Walker bo'lganini fosh qilgan. O'sha kuni aktyor shunchaki do'konda turgan va ortida bo'layotgan suhbatlarni eshitib qolgan. Aktyor o'sha joyning o'zidayoq ularga yoqib qolgan uzuklarning haqqini to'lagan, ammo o'zini fosh qilmasliklarini so'ragan. Ekranda tengi yo'q poygachi, real hayotda esa odamlarga yaxshilik qilib evaziga hech narsa talab qilmaydigan qahramon. Siz Pol Walker ijrosidagi qaysi filmlarni sevib tomosha qilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring.